Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Bugün aptap çıktı, Xudağımın rahmet. Bugün siyasetleştim, burun Prezident Trump Aksaray'a kirgenden keyinki elip bağın faaliyetler doğrusu işe kızgap kılaylı. Birinci olup yaptıran birinci günü Prezident Obama belgilegen siyaset. Sabık prezident, keçirinler. Sabık Prezident Obama belgilegen siyaset. Tibbi strahvan yani bekar kılış doğrusu da buyruk düşürdü. Ondan keyin eng muhim dep qaralgan yana bir buyruk TPP, Tinch okean alqagan savdo hamkorlik kelishimini bekar qilish to'g'risi buyruk düşürdü. Bu ichki siyaset sobiq prezident Obama'nın negizlik siyasetlari edi. Bunun ichida bo'libmi tibbiy strahvaniya bu Amerika xalqining jonijon manfaati bilan munosabatli edi. Endi TPP buningda aytganda asli Junguni yetim qoldirish. Bundaq aytganda Jungu dunyo savdo tashkilotiga nizam nomi qoida prinsiplarga amal qilmadi. Shuni Junguni tashlab o'tish. Undan keyin andin Yevropaga munosabatli G'arbiy Tinch okean alqagan savdo hamkorlik kelishimini imzolashni planlagan edi. Bu ikisi imzolansa dunyoda Jungo faqat o'zi dunyo bo'yicha dunyo savdo tashkilotida faqat Jungo o'zida qolib qoladi. Endi biz buni yana keyin tahlil qilamiz. Ham bugungi rasmiy leksiyamizning mavzusiga kelaylik. Yaponiya matbuotlari Prezident Trumpning Jungoga qarshi turishda cho'ng nishoni bor. Va o'lga qiladigan buyuk o'lgilari bor, dedi mavzuli xabar. Birinci ayının 22. günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Dunyoda cho'ng bir davlatning boshlig'i sifatida Prezident Trump yangi marosim o'tkazib qasam berib, prezidentlik o'ltirdi Oqsaroyga kirdi. Prezident Trump Amerikaning sobiq prezidenti marhum Nixondagi ulug'liq bor edi. Nixonga o'xshash qomatlik edi. Alaydıligi vardı. Nixonga o'xshash alaydıligi vardı. Shundaq bo'lib qolmasdan kommunizm qarshi turishda Prezident Trump Amerikaga prezident bo'lib muvaffaqiyat qozongan sobiq prezident marhum prezident Reaganni o'lga qilatdi. Rahbar bo'lish sifatida odatdan tashqari natijalar yaratgan bo'lishi lozim. Rahbar bir rahbar bo'lish sifatida odatdan tashqari natijalar yaratgan bo'lishi lozim. Qaysar iroda bo'lishi lozim. Shundaqla boshqalarning irodasini qandoq o'zgartirishni bilish. Bu qurlar albatta marhum prezident Nixonga taalluq va rahbarlar mavzuliq kitobida yezib qoldirgan hikmatlar. Marhum prezident Nixon yani shundaq degani hozirgacha menni markaz qilmagan yoki o'zini o'ziga markaz qilmagan bir ulug' rahbarni uchrata olmadim. Balki tarixmi bundaq bir rahbarni uchratmadi. Yaponiya iqtisod xabarlari gazeti 1-ayning 22 kuni xabarda tahlil qilib bundaq ko'rsatdi. Prezident Trump shubhasizki mushundaq odatdan tashqari irodali bir odam. İhtimal prezident Trump sobiq marhum prezident Nixondan sarxil bo'lishni o'rgangan bo'lishi mumkin. Biroq prezident Trumpning so'z harakatlaridan qaraganda kishini xotirjamsiz qiladigani uning usuliy masalasi emas, balki hayvilak bir alfozda so'zlagan nutqlari va so'zlaridimi doining aqida iddisini va falsafasini oshkorlig'idim yo'q. Öy imaret kasbida g'alaba qilgan bir so'zgar sifatida Prezident Trump burulla pul uchun savdo tijorat qilayotganim yo'q. Bu o'yinning o'zi eng zo'r darajada jalb qiladigan kuchdir va yoki o'yindir. Pul uchun savdo tijorat qilayotganim yo'q. Bu bir o'yin. Savdo tijorat bu shundaqla eng zo'r darajada kishini o'ziga maftun qiladigan, jalb qiladigan o'yin edi. Ve kuchlar deydi. Prezident Trump yangi boshqarish usullarini o'rganishi kerak. Bo'libmi siyosat, iqtisod va harbiy ishlarda Amerikaga eng zo'r tahdid solayotgan Jungo masalasida ko'p narsalarni o'rganishi kerak. Bo'libmi siyosat, iqtisod va harbiy ishlarda Amerikaga zo'r tahdid solayotgan Jungo masalasida ko'p narsalarni o'rganishi kerak. Prezident Trumpning Jungo to'g'risida so'zlagan so'zlardan qaraganda o belki Amerika
Aliyul Ala, yoki Amerika birinchi deydigan iddiyaning turtkisida Jungo bilan adaqcha qarshilishidir. G'alaba qilish uchun 20 asrning 80-yillarda prezidentlik vazifasida 8 yil o'ltirgan marhum prezident Reaganni o'lga qilib tiklaydi. Jungo bilan adaqcha elishidi deydi Yaponiya matbuoti. Shundaqla g'alaba qilish uchun marhum prezident Reaganni o'lga qilib tiklaydi. Navbatdagi prezident Trump deb ko'rsatyapti. Prezident Reagan amaliy harbiy tayyorliklar musobaqasida yo'l qo'yish orqali ishg'alg'al siyosiy jihatda chiriklashgan, xalq turmushini to'kilib ketgan sobiq sovetlarni g'albilik ag'dirib, g'arb dunyosiga yetakchilik qilib, tinch yo'l bilan so'g'oq munosabatlar urushning g'albisini qo'lga keltirgan prezident edi. Marhum prezident Reagan ve şundak ölgini tiklagan prezident edi marhum Reagan. Bugün G'arb Sharqning qarshilishi eng ko'p Amerika bilan Jungo o'rtasida elib berilyapti. Bugün G'arb lageri bilan Sharq lagerining qarshilishi eng ko'p deganda Amerika bilan Jungo o'rtasida elib berilyapti. Jungo eng cho'ng sotsialistik rejimdagi bir davlat bo'lish sifatida sobiq sovetlarning rol o'ynashida o'rnida turib rol o'ynayapti. Yoki sobiq sovetlarning o'rnida rol o'ynayapti. Iqtisodning taraqqiyoti elib kelgan boylikdan foydalanib, Jungo harbiy qurol yaroqlarni faol taraqqiy qildirib, qisqa muddat ichida Amerikaga yetib olmoqchi yoki Amerikadan eshib ketmoqchi bo'layotdi. Shunga Jungo G'arbni o'ch ko'rish jihatda o'ziga texmi ishongan Jungo bak uzoqlab ketyapti deb ko'rsatdi Yaponiya matbuotlari. Yaponiya sanoat xabarlari gazeti o'xshash bir kunda xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo iqtisodining taraqqiyotiga ergishib, Amerika bilan kuchli raqobatlashish iddiyasida bo'lgan emas. Jungo iqtisodining taraqqiyotiga ergishib, Amerika bilan kuchli raqobatlashish iddiyasi bo'lgan emas, balki o'zining siyosiy tuzumini qo'g'dash va sobiq sovetlar tugatilmagan tarixiy vazifani o'tkirish uchun Amerika bilan qarshilashadi. Bu bir boshqa ko'z qarash ekan. Hozir bu Amerika bilan raqobatlashaman deb raqobatlashayotgani yo'q Jungo deydi. Bu faqat o'zining siyosiy tuzumini qo'g'dash yoki bir partiya hukmronligini qo'g'dash orqali sovetlar ayni chog'da bejarib va ishlab tugatilmagan tarixiy vazifani o'tkirish uchun Jungo Amerika bilan qarshilashayotdi. Talash tartish bo'layotgan xalqaro talash tartishlardan boshqa, masalan Janubiy dengizda territoriya talash tartishi, Sharqiy dengizda gaz neft talash tartishi, O'rta Sharqning vaziyati qatorliqlardan boshqa, Jungo G'arb dunyosi bilan fikr iddiyada butunlay qarama-qarshi bir bosqichga kirib qoldi. Jungo G'arb dunyosi bilan fikr iddiyasida qarama-qarshi bir bosqichga kirib qoldi. İddivi qimmat qarashlari jihat o'xshashli chak-chakidan bo'silish yuz berdi. Jungoning iddivi qimmat qarashlarida o'xshashli chak-chakidan bo'silish yuz berdi. Bir necha kun burun Jungo Oliy Xalq sud mahkamasining boshlig'i Jo Chang G'arb demokratiyasining eng buyuk belgisi adliya mustaqilligini rad qilganligi, Jungo matbuotlarining olqishiga erishganligi shak-shubhasizki bu xil kayfiyatning yaqindan bir xil belgisi va bir xil ifodasi bo'lib qoldi. Yaponiya iqtisod uchuri gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Harbiy ishlarda qoymoq turib, raqibini og'diribla qolmasdan. Harbiy ishlarda qoymoq turib, raqibini og'diribla qolmasdan prezident Reagan hukumatining iqtisodga o'rlashishini cheklab, ayni chog'da prezident Reagan hukumatning iqtisodga o'rlashishini cheklab, kommunizmga qarshi turib, konservativlik inqilob va konservativ nazariyani o'ttirga qo'ygan. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.